Hocaga borlasizmi? Bu yerda rahbari juda ham kamtar inson, lekin bugungi kunda bizni o'shaning uchun shunaqa tadbirkorlarimiz ko'paysin, elga, xalqqa rosa foydasi tegyapti. Usta shogird an'analarini rivojlantirishga bu 3 qavatdan iborat bu binomiz. Ikkinchi qavatda hozir ko'rib turganlaringiz bu showroom deymiz. Ko'rgazma tayyor avvaldan boshlaymiz. Chunki u yerda qanday tayyorlanish jarayonlarini, ishchilarimiz qanday ishlayotganini ko'rsatamiz. Birinchi podvaldan boshlasak, yuraymiz. Bu o'sha Buyuk Ipak yo'liga taqaladi. Bu yerdagi ishlarimiz eng qadimiy azaldan kelgan Marg'ilon bizda hamma narsa bo'lgan. Hozir mana yo'ldan qizimiz tushuntirganlar, qanday tayyorlanish jarayonini ko'rsatib beradilar. Jamlab, hammasini necha metr matoga tayyor qilib, ipaklarni moslab to'g'rilab beradilar. Doğradirmidi buni? Bakmalı? Şu rahmanımızda var mı? 40 santimetrdan 60 santimetrgacha bo'ladi aksariyat matolar. Asosan 40 santimetr bo'ladi. O'shaning uchun ham bu qimmat mehnatga arziydigan mablag' oladi. Ularda ikkita oyoq ishlasa, hozir 4 bor hamda 8 bor. Unda oyoq, ya'ni ketdi oyoq, nechta oyoq ishlasa, hisobiga aytiladi. Hisobda Opa, nima bo'lyapti bu endi? to'qilyapti. Nimaga to'qiyapsizlar buni? A'lo baxmal. Baxmalga? Uyda sharoit qilinadi, uy sharoitida bilan ishlatiyorlar. Mastani ish bor. Uyga qolganda charchaydi, bolasiga qaraydi, boshqa bo'ladi lekin
markazda 6 tane önlük markazda. Mana unisi, O yani 1 yil 2 yilda bitadi-da. Bitta gilon. bitta gilon bolasi deb bo'lib qoladi. Ha. Shunday qoladi ekan. Молодец. Mana unisi. Bunga nisbatan ham, bunga nisbatan 4 barobar. Alaykum assalom. Mana unisi 400 ta. Matematik. Antriga o'tkazib tashlasa. Qancha oy bo'ldi? 5 kun. Boshlagan. 4 kun bo'ldi. 4'da shuncha to'qildi. İpay to'qiymiz xolos. Hozir o'tirgan yani Boshqalarda bor, samimiy chiqarishadi, yupqa materiallar bor, ipaylar o'shalar chiqarishadi. Biz asosan qo'lda chiqaramiz. Gilomga ishlatamiz. Gilomga faqat ko'p ketmaydi. Demakki 3 ga 2 gilomni tez to'qigan to'quvchi, ikkita to'quvchi 2 yil to'qiydi. 4 ga olsa 7 yil to'qiydi. 120 kilo, 130 kilo ipay ketadi, ammo 7 yil o'tirib to'qiydi. Asosiy oyligita uni narxi. kim oladi? Kim sotib oladi? Puli ko'plar sotib olyapti. Yo'q o'zi O'zbekistonda yo'q, hozirmasiga eng katta gilom 2-3 tayyorim. 4 ga oldiramiz, hammasi sotilib ketgan. Hozir kelgan xaridor kattasini ko'rsat deyapti. Kichkina nima qilaman deyapti, padarka qilaolmayman. Qo'ylarning junidan to'qman gilamlar ham bor. Bizda yo'q. Pilla qurtidan bo'lgan. Hozir so'radi, qiziqqanlar bor. Qiziqqanlar bor, to'pasda. Necha oyda bitadi? Qancha kunda to'qildi? 1 yil bo'ldi. 1 yil. 1 yil. 1 yilda. Qiyinligida to'qildi. 1 yilda bitti. 1 yilda bitti. Necha yilda bitadi bu? Qanchada bitadi? Bityapti. 1 yilda bityapti. 1 yilda bitadi. Nechiga necha bo'ladi shunda? Bir yarım. 1,5 2 mi? Ne oldu toplamı? Bizi bu 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl? 1,5 yıldan beri oldu. Bunu 3 yıl, 4 yıl okuyuyoruz. 3 yıl, 4 yıl? Qo'l mehnatida har bitta muzaffirabga qo'limiz kirib chiqadi. Har bittaga. Endi buni uramiz mana unda mana qilib mana uni qo'yib turib, endi trambutkalanadi. Endi anu yo'g'onlarimizni o'tkazamiz. İpekten de var mı? Ha? İpekten. Ha, bu toza ipakda, bu eksport qilinadigan gilomlar. Svetli. Ha, sizga qancha bo'ldi u? 1 yil. 1 yil? Yıl bo'ldi. 7 oy bo'ldi. 7 oy qanchada bitadi endi bu? Meni 6 oyda bitadi. Tez soatgan sonda
Qanchada to'qib o'tdingiz buni? 1 yil. 1 yil. Ha, 1 yil bormi? Bitishga 1 yil bormi? Yo'q, jicha qoldi bitishiga. To'p, necha metr? 30 tacha, 50 tacha qoldi-da. 2 metr bo'ladi. 1,5. Siz test so'rayotgansizmi? Test so'rayapsiz. Ha, razmeriga qarab-da, katta kichigiga qarab to'qiladi. Shunday. Tugunlik bor. Bu 2500 tugun dunyoda hech qayerda yo'q. Guinness rekordlar kitobida ham 1200 taligi bor. Narxi o'shanda 1000 dollar. Eng katta gilomi ham 1 desi chiqadi xolos. O'zbekistondan boshqa joydan to'qiladi. Turkiyada to'qiladi. Yana Xitoydagi yig'ishtirish bor. Xitoyda soliq behosh ko'tarilib ketdi. 60 vagon stanok ko'rindi Xitoyda. Turklar Xitoyda to'qitar ekan, menga berishdi. Sifati yoqmadi ularga. Men to'qib beryapman hozir. O'zimda ham 3-4 mingta ekanim bor. Sizga qoldirdingmi bu? Ismini aytibsiz-ku. Sultonov Ibrohim Ashiraliyevich, Hunarmand markazining rahbariman. Hozirgi kunda Hunarmand markazimizda 600 ta ishchi o'rin yaratilgan. Birinchi qavatimizda asosan materiallar, ipakdan materiallar to'qib chiqaramiz. Atlas, adras, shoyi, beqasam, janda, alob ahmad. Ikkinchi qavatimiz galereya. Uchinchi qavatimizda gilom seximiz bor. Gilom seximizda ham gilom to'qiladi, ham chevarxonamiz ham ikkinchi etajda, keyin kashta ham tikamiz. Asosiy to'qilgan gilomlarimiz Turkiyaga eksportga chiqariladi. Turkiyadan butun dunyoga tarqaladi. Biz to'qiyotgan gilamlarimiz o'sha 10 sm ga 12 sm dan boshlab 4 ga 6 gacha, 24 kvadrat metrgacha gilam ishlab chiqaramiz. Bu ishlab chiqargan gilomlarimiz asosan tugun sonida yuradi. 64 tugundan boshlab 2500 ta tugungacha bo'lgan gilomlarni ishlab chiqaramiz. Qanchadan narxlari bularning? Narxlari eng arzon gilomimiz 1 kvadrat metr 2,5 ming dollar, eng qimmat gilomimiz 1 million dollar. Hozirgi kunda to'qiyotgan gilomimiz o'sha 2500 talik deymiz. 1 kvadrat santimetrdagi tugun soni 2500 ta. Bu hozir Guinness rekordlar kitobida ham hozir 1200 talik gilom turibdi. Bu 2 barobar Guinness rekordlar kitobidan balandda turadi. Mana shu gilam ko'rsatib aytib qo'ying, tushuntirib qo'ying. Mana Jasoganlarimiz. Hozirgi mana shu gilomimizdan 400 ta tugunlik 1 kvadrat metri bizdan chiqishi 20 ming dollar. 20 ming dollar shular. Hozir shu turish qancha shoningiz? Bu hozir 2200 dollar. 11 desa 2200 dollar bo'ladi. Qanchaga bu? 15 ming. 15 ming. Mana har xil gullari bor, Jangan ko'rsatingizda qanday Mына бүгін көріп тұрғаныңыздардай эле Ферғана облысының Марғылан шаарына келдик. Марғылан шаарында ушул өздөрүнүн улуттук кийимдерин чыгарган бул борбору бар экен. Азыр бул жерде улуттук кийимдерин көрүп турасыздар.
Мындан сырткары азыр биз килем саткан жерлерден көрдүк, токкан жерлер 1 жылдан бери килем токкон жерлер бар экен. Бул жерде мамлекет ушул биринчи үйрөнчүк адамдарга 2 ай 3 айдан эмгек акысын төлөп берип, кийин үйрөнгөндөн кийин ушул жеке ишкер тарабынан эмгек акы төлөнүп иштешет экен. Негизинен бул жердеги товарларды чет мамлекеттерге сатышат экен. Эң азы ушул $1000 башталат экен да. Ошол баягы жай намаздан баштап килемдергече бүт бардык сырьё өздөрүнөн чыгып, анан экспортту ушул Туркия, бул жагы Бразилияга чейин экспорт кылат экен. Азыр эми буга чейин дагы көрүп өттүңүздөр, талашчылыгы менен тааныштык, көчөтчүлүгү менен тааныштык, анан швейный фабрикаларга барып көрсөттүк. Эми бул иш-чарабыз ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жана Шавкат Мирзиёевдин 2021 март айында болгон эки тараптын жолугушуусундагы иш-чаранын алкагында болуп атат. Бүгүн биз ушул Фергана облусуна жалпы фермер чарбалардан, ишкерлерден, үйрөнчүк чарбалар жетекчилерин алып келдик, тааныштырып, ушул жерде бир байланыш түзүп, меморандум түзүп, мындан арыдан өз ара иш-аракеттерди жакшыртуу үчүн иш-чара болуп атат. Мындан кийин дагы иш-чараларды уштурабыз деген ниеттебиз, башка тармактарда. Мындан сырткары биз ушул Өзбек Республикасынын Фергана облусунун жетекчилиги менен дагы сүйлөштүк, ушул биздин райондо швейный цехтерди ачыш боюнча деп. Ошол булардан азыр бизге өзүнүн сөзүн берип атат, эгер биз иштегенге даярбыз. Бирок бизге ушул коопсуздук маселеси деп коюп атат. Бул жерде ошол шарттар түзүп бериш керек экен. Анан университет жумшагандан кийин ошол жерде иш алып кеткенге шарттар түзүп бериш. Анан мындан сырткары бизде ушул кооз жерлерге туризм багытында дагы сүйлөшүп атабыз. Өзбек Республикасынын тургундарын ушул жерлерге алып барып, бизде дем алтырып, ошондой акча каражаттар менен ушул бизде чыккан продукцияларды сатып алып, ушул жерде кичине болсо дагы биздин эл дагы ушул жерде баягы акча каражатын табуу боюнча деп. Азыр көп тармактарда дагы сүйлөшүп атабыз. Бул болсо дагы бул иш-чаралар дагы улантат деген ишеничтебиз. Кайтадан эслатып өтүп кеттилер. Биз ham стратегик, ham эң жакын birodar qo'shnilarimiz. Shuning uchun ularni ham hozir ogohlantirib aytdik, shu соглашение qilmoqchimiz, ikki tomonlama memorandum qilmoqchimiz. Shu o'rtamizda turgan vazifalarimiz bor. Bu nafaqat shu ko'chatchilik yoki boshqa masalalar, turizm bo'ladimi, boshqa bu yerda kiritib o'tib ketilgan. Endi bu ismi rasmini qilib, hozir Qadamjoy hokimiyati bilan Farg'ona oblasi hokimiyati o'rtasida memorandum qilsak-da, haligi tadbirkorlar bilan o'zlaringiz mana onlayn orqali kontraktlarni tuzib, bemalol bordi keldini qilaverasizlar. Hech qanaqa yo'lda problema bo'lmaydi. Har qancha ko'chatmi, nima narsa zarur bo'lsa, oldi berdini qilib, qonuniy mana hech qanaqa problema bo'lmaydi. Shunga ruxsat bersalaringiz, hozir biz Bodir akamni olamizmi? Yaxshi bo'ldi. Boshlanishi. Barakasini bersin. Oqsoqol duo qilasizmi? Hozir hurmatli delegatlar, huzurlari. Oldinda Qadamjoy hokimiyatidan o'zimizning gubernator bilan байланышты. Ошол баягы ийгиликтерди каалап, анан кайсы бир тармактарда дагы иштеш керек болот турган болсо, Кадамжай районунун хакими Таркан облусунун губернаторунан сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай жүрүштүрүп, участкаларга барып көрсөтүп, анан мындан ары дагы иштерибизде ийгиликтер болсун. Ар бир тармактарда иштешебиз деген ойлорубуз болуп калды. Азыр сүйүнүшүп көрүштү. Ошол баягы жакшы ниеттер пайда болуп калды. Мындайча айтканда, иштешебиз дегенче келип көрүп, көзүбүз менен көргөндө дагы башкача таасир болот да. Дагы бир жолу сиздерге рахмат айтам. Ыраазычылык билдиребиз. Мындай тосуп алып, мындай иш-чараларды уюштургандарга. İşlerinizde iyilik olsun, ilk memleketin hamlesini alıp memleketlerimiz önü göstersin. İlahi, rahmet. Fergana oblasi menен Batkent oblasынын ортосунда түзүлгөн меморандум иштиктүү алга жылсын, ушул жерде да калып кетпестен иш жүзүндө аткарылсын.
bilmegen diliga öğretip, şunday işler kövrek olsun, omen işimiz bir yeri olsun, basmanımız açık olsun, zamanımız sık olsun. Rahmat. Rahmat.